Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 1.5lik Malibu 2 avtomobili sotuvga keldi. Mashina ideal sostaniyada, kraskalari top-toza, yumshoq balonlar qo'yilgan, holati yaxshi. Benzinda plyonka rashinalari bor, 8 oy ruxsati, 38 ming probeg, salon qismi ideal sostaniyada, kirchiq-pirchiq yo'q. Holati yaxshi, karabaydalingan akkuratli mashina. Benzinda kraskasi toza, o'zlari uchun bemalol proverka ettirib olsangizlar bo'ladi. Narxi esa 260 million so'm pul ustunda kelishiladi. Avtokredit, barter, hamma variantlar bor. Qiziquvchilar bo'lsa, video ostida telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat etsangizlar bo'ladi. 2020-yil 1.5lik 38 ming probeg, 260 million so'm. Telefon nomerlarimiz video ostida. Bemalol murojaat etsangizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan ham zo'r narxlarda avtomobillarni chiqarib berishni davom etamiz.